Dir g'alatida. Nachinkalarni qara so'rlagan. Bunisidan ham oling, banan qo'shib pishirdim. Banan. Nimadir g'alatida. Zeboma ishga ketdimi? Ishxonangizdagilarga ham shirinlik olib keting, qarang, ko'p qilib pishirganman bugun. O'zing qilding? Ha? Rostdan o'zing qilding? Ha? Aldamayapsan-a? Ha? Baribir nimadir g'alatida. Zebo 5 kundan beri bu sur tashlamayapman, yig'ilib ketgandir-a? Yo'q, men o'zim tashlab kelyapman. Sen nima umringda qilmagan ishlarni qilyapsan? Nimadir g'alatida. Kameradan oching, xotinim nima musur tashlab cho'ta netoda. Bekorchimanmi sizga, boring. 300 ming beraman. Bering. Broko? Zebo? Assalomu alaykum, mehmonlarga shirinlik tarqatayotgandim. Sen nimaga men o'zim qildim deb brokko shirinliklarni beryapsan menga? To'g'ri, mazali, lekin nima aldading? O'shadek mazali va zamonaviy qandolat brendi-ku. Uni ustiga men pishirgan shirinliklar sizga yoqmaydi-ku. Nimaga sen qilgan shirinliklar menga yoqadi? Bo'pti, hozir qilib beraman. O'zimning retseptim bo'yicha shirinlik oling. Zebo, menga shirinliklaring yoqadi. Qara, maza qilib yeyapman-ku. Yo'qmadi-ku. Nimaga aldingiz? Keling, sizni qanchalik yaxshi bilishimni bilib olish uchun trend olamiz. Siz bitta narsani aytasiz, men uni sizga yoqadimi, yoqmaydimi aytaman. Bo'ldi, lekin narsa ko'pda bitta rang tanlaylik, o'sha rangga mos narsalarni aytasan. Davay, qizil. Qizil mashina. Yoqadi, ayniqsa Ferrari bo'lsa, to'g'rimi? To'g'ri. Qizil krossovka. Yoqadi? Yo'q, yoqmaydi. Menga qizil krossovka yoqmaydi. Qizlarnikiga o'xshab turadi deb o'ylayman oyog'imga. Chiroyli turardi. Qizil sharla. Yoqadi? Yo'q, bo'pti. Qizil atirgul, chunki bolalarga ham gul yoqishi mumkin, to'g'rimi? Yoqsa kerak, yoqadi? Yo'q, menga ko'proq lolalar yoqadi. Qizil lola. Xo'p, mayli, qizil fantach. Qanaqa bo'ladi u? Shu yangi chiqqan Fanta Anor. Hazillashmay, Umid aka. Ishonmayapsanmi? Yur, ko'rsataman, do'konga yur. Xo'sh, bor ekanmi? Voy, rostdan bor ekan. Zebo, butik dedim, senga oyoq kiyim oltuvdim, razmeri necha? 38. Voy, kakras 40 ekan. Gulam olaymi senga? Zo'r bo'lardi. Taksi brat, salom alaykum. Alo? Mashinada shirinligim qolib ketibdi. O'shani jo'natib yubora olasizmi? Bolalarimga yo'lladim iltimos. Hech qanaqa mashinada shirinlik qolmagan, adashyapsiz. Rahmat kattakon adasi, shuncha shirinlik olib kelibsiz, maza qolma. Zeboxon, uxlamadingizmi? Yo'q. Bugun to'yimiz bo'lganiga 3 yil bo'lganligi munosabati bilan sizga mana shu kapalili uzukni sovg'a qilaman. O'zimga qolgan uzugimga o'xshirkanmi? Imonni shunaqasidan topdim-da. Voy, rahmat kattakon. Qoldi bilib qolardi. Jonim, xostanga butikdan ko'ylak yopatuvdim. Yo'q, yashili bor ekanmi? Voy, kakras ham yashili bor ekan. Orqangizda turibman. Uyalmaysizmi shu yerdan menga sovg'a olib borgani? Ketaman oyimnikiga. Bo'pti, kecha shirinlik olib berdim-ku. Bo'ldi, arazli o'rmas Zebo, senga yangi kiyim olib beraman. Hali dugonam ham tug'gan. Unga ham sovg'a olib borishim kerak. Ya, bo'l, chaqaloqqa yangi sovg'a olamiz. Bu ishimni to'xtataman. Voy, o'rtoq, shartmasida o'ra bo'psan deb olib kelib. O'rasi bormi? O'virmasda qishlatasan. Yaxshi kunlaringizga. Kelgunimcha o'sha qicho'plarni qilib qo'ysak ham. Sening o'zing aqlligim malades. Tomi ketganmi Zebo? Voy, uzr, o'rganib qo'yganman deyadasi. Uyda adasi bo'tdi direktorman. Xo'p. Mana shu meni planim. Qani? Voy, shirincha, muncha aqllisan. Ko'nik olmayapsan-a? Nimaga kech kelyapsiz, hurmatli xodim? Billa keldik-ku. Siz boshliqdan oldin kelishingiz kerak. Voy, uzr, erim oyoq kiyimini artib qolib ketibman. Shaxsiy hayotingiz bilan meni ishim yo'q. Keyin savas shtraf solaman, boring. Yomon bo'pti. Zebo, ishga kech qolma. Tez mana uni dazmollab ber, tezlash. Yo'q, vaqtim yo'q, ishga kech qolman. Boshlig'imdan gap eshitaman. Mana boshliq sizdan oldin kelib kutib turibman. Voy, ayolingiz g'ijimingizni dazmol qilib bermadimi? Ha, qo'li singandek xotinimmi? Balki miya singandir. Tashqariga chiqib kelsam maylimi? Bo'pti, borur. Aha. Qanaqa shunaqa shovqin, odam ko'p joyda tanaffussiz ishlaysiz? Men o'zim uchun anti-stress topganman. Sen ham chanab ko'r. Shu ish o'xshasa lekin vashcha zo'r bo'lardi. Qo'lingizdan keladimi? Umid aka, pul bering. Kartanga tashlab yuboraymi? Ana, o'tdi. Voy, ko'p-ku. Senga jalka emas. Rahmat kattakon. Bugun oylik oladigan kunim ekan. Bering, buxgalter. 2 oyligingizni xo'jayin oldindan berganlar o'zi. Kecha kartanga tashlagan pullarim oyliging edi.
O'rtoq, mana ko'ylakni qara, Suroyopaga tiktirmoqchiman-da, shuni. Voy, vashshi rasvo-ku, fasoni eskirib ketgan hozir hech kim bunaqa narsa kiymayapti, menga vashshi yoqmadi. Bo'pti, boshqa tanlarman. Baraka toping, Suroyopa, zo'r chiqdi kiyim, rahmat. Suroyopa, bu ko'ylak bo'lmadi, boshqa fason qaraylik. Bu men tiktirmoqchi bo'lgan ko'ylak-ku. Jinnimisan, u fasonni bandagi boshqacha boylangan edi, bunda boshqacha boylangan-u. Sen ha bo'lma, yiroqatlanamiz. Xinkali bor ekan, qanaqa qilishadi bu yerda? Yaxshi qilishmaydi, undan ko'ra osh-posh yeganing tinchroq. Ingliz bana. Rahmat kattakon. O'rtoq, mana bola yozuvdi kecha Instagramdan. Tanimaysanmi, qanaqa bola? Taniyman, g'irt mashinik, iflos kiso'r, o'g'ri. Agar gaplashadigan bo'lsang, точно aldab ketadi. Ayog'i? Blokka tiqma. Sразу blokka tiqamanda. Sen noto'g'richimi? Men u bolaga borib o'rtog'imga yaqinlashmagin deb tushuntirib o'tdim. Bo'ldi. Yur, shopping qilamiz billa. Shopping, yaxshi shopping bor, qizlar oldigan. To'xta. Ustingligini qayerdan olding? Mana G'uncha filialidan kiyib ko'rib yoqsa olaman deb. Kiyib chiqib men bilmay qolishdi, surdim. Voy, dasqat ketyapmiz, etkingizda men ham tuzura kimlarim kiyib chiqqan bo'lardim. Men ishga ketyapman, meni kuzatgani chiqding, tupoy. Esim qursin, xayolim joyida emas. Mayli, yaxshi borib keling. Ay, nima ertalabdan turib oldim? Nima qilmoqchi edim o'zi? Guli, futbol ko'rasanmi? Birinchi taym tugadi o'zi. Ay, ha, futbol ko'rmoqchi edim. Bu nimaga turganini ham bilmaydi. Nimani o'ylayapsan, Guli? Nimadir ish qilmoqchi edim, esimdan chiqib ketib qoldi. Endi men bitta supurgi turganini hisobga olsang, sen bor kiruvmoqchi bo'lgansan, bor, yu. Bering bu yoqqa supurmoqchi ekanman. Supur. Guli, nima qidiryapsan? Yozuvchisi bor edi, ruchka topolmayapman. Ayo, hali ancha qidirar ekansan, qidirur. Ochvor, qo'limni olib ketdi, men uni ko'tarib. Hozir. Zo'r yuguryapsan, endi toshni yozaysan. Davay. O'zgarish bo'ldimi? Yo'q. Nimadir noto'g'ri qolmasa-da, Zebo. Nima qilsan, Zebo? Ozdiradigan choy zakaz qildim, internetdan qarang. 120 kilodan 65 kiloga ozdim. Ana ozibdi, mana ichib ozaman. Sen mashinikka o'xshab aldamasa kerak, ichaverchi. Uf, qaytanga semirtirib yuboryapti-yu choy. Sen choy emas, parashok ichishing kerak edi, mana. Ichib ko'rchi, ozdiradigan parashok. Bir tilli foydasi bo'lmadi. Nimadir noto'g'ri qolmasa debsan. Yeyish kamaytirishim kerak-ku. Davay ertadan shunaqa qilib ko'r. Davay. Uf, yo'q, foydasi yo'q. Shuncha kam ovqat yeyapman, nimaga yozmayapman? To'xta, sen yeyotgan narsaning kaloriyasini bilmayapsan, ha? Sen kam narsa yeyapman deb o'ylab, kaloriyasi ko'p narsa yeyotgan bo'lsang-chi. Rostdanam. Topdim. Nimani? Baxtli bo'laylik, ko'p yashaylik. Umid aka, bitta aybimiz ketmasam bo'lmaydi. Qanaqa aybingiz bor sizni? Men любой joyga boshimni qo'yaman, uxlab qolaman-da. Bu ayb emas, endi odam charchaganda uxlab qoladi. Nima dedingiz? Men shu odam bilan endi butun umr yashayman-da, ha? Zo'r kino bu, mazza qilib ko'ramiz. Men bunga suyab oldi, sen ham bemalol ko'rur. Men kompaniyani tanidingmi? Mana shu kompaniya olgan. Nima qilyapsiz, Zeboxon? Mehmonligi narsa. Boshingga nimadir bo'ptimi? Qarab yurmaysanmi? Shoxshab bilash. Oy, Uxlab qolsanmi? Shan ko'rishga spid qilsan kerak, ha? Yana uxlab qo'y. Zebo suyanib uxlamasdan o'tiribsanmi? Qanaqa uxlayman, shu suvda konditsioner ham yo'q. Endi biza yengi oilabizda, kutib o'tuvdim-da. Mazza qilib narsalarni olib ketish kerak. Nima deding? Yotur, aksiya kuni kelib olib ketaman. Ay, notebookim qani? Voy. Opangni uzatyapmiz-ku. Hozir Sarpagacha notebook ham qo'yishyapti. Opa, ke uy ishlariga qarash. Xo'p, bo'pti. Yo'q, ertaning to'yi-ku manikyuri buziladi. O'zing qil. Nima to'ygacha podeshka qilsang nima bo'pti? To'ygacha? To'ydan keyin foydasi tegmaydi buningiz menga. Ona qizim, o'zingni juda ham ehtiyot qilgin. Eson-omon egalaringga topshirib olaylik, xo'p? Oy, meni ham kontraktimni to'lash kerak bo'lmasa o'qishdan haydashadi. Qizim, hozir hech ham to'la olmaymiz. Bor byudjet pulimiz opangni to'yiga ketyapti. Ana, ukangni grijasini pulini ham opangni basharasini remontiga ishlatdik. Oy, kosmetika oluvdim, qani? Manbami? Ha, buni opang sarpasiga qo'yib yubordik. Nima yangi narsa topsangiz sarpaga qo'yib yuborasizmi? Endi qudan oldi uyalib qo'shimiz kerak emas-ku. Yana bu yangi narsang bormi? Yigitingni oldingmi? Yo'q, erimdan. Bugun sizlarga kiyim olishga boramiz. Bizga menga ham moyi. Hech narsa olmadik-ku. Ha? Nimaga mendan so'radingiz, yoqdimi yo'qmi deb? Opang bu kiyimlarni bir yildagi senga berib yuboradi. Bilishim kerak-ku, senga yoqdimi yo'qmi, sen kiyasan-ku. Ketdik. Yaqinda kelin qilibsizlar?
Ha, zo'r kelin ekan. Shirinliklarni ham zo'r tayyorlaydi. Shirinliysizlarmi? O'zim tayyorladim. Ha, bu yog'i konkurensiya ekanda. Aytgancha, turkcha ovqatlarni ham biladi. Qarangki, men ham bilaman. Da, конечно. Chak-chak qilishni ham biladi. Voy, sizlarga chak-chak ham qilib qo'yuvdim. Тоже мне. Meni kelinim shunday yaxshi ekan, kelishi bilan homilador bo'ldi. Shu seli kecha o'ziga borgan edim, egizaklarga homilador ekanman. Если что. Zato kelinim juda didli. Kiyinishiga qarang. 1 minut. Amana oyoq kiyimim Mellouzdan. Bizlar yutqizdik, lekin kuchayib qaytamiz. Keling, kelin. Kelin, mella o'z nima u? Hasaddan yondirib yubordingiz ularni. Yuring, sizga ko'rsataman. Qani kelin? Voshcha zo'r turibdi, ranglarini qarang, sochniligini. Подумаешь. Поехали. Поехали. Qizim, o'qishlaring tugadi endi. Ha? Endi senga sovchi kutamiz. Tayyorlan qizim. Sovchilarga javob kirasan. Уже yoz keldi, bo'lmaydi. Buni kecha kiydim. Mayli, xabarlashamiz. Xo'p. Mayli. Makiyajingni o'chirma qizim, hozir yana sovchilar keladi. Obbo. Shu sovchilaringizda makiyaj qurib, yuzimni daddalasi chiqib ketyapti. Bo'pti, yaxshi yangilik ham bor. Bugun sovchilar kelmaydi. Qanday yaxshi, ertaga sochimni ukladka qilmasdan, makiyaj qilmasdan mazza qilib dam olar ekanman-da. Yo'q, dam olmaysan. Bugun uchrashuvga chiqasan. Anaqa bir joyga shoshilayotgandim-da. Uchrashuvni ertaga qoldirsak, xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, mayli, tushunaman. Rahmat, tushunganingiz uchun. Bo'lmasam deb shu ustida 2 soat makiyaj qilib, bo'yanib, kiyinib kelib o'tiribman. Qizim, Ha, chaqiravering sovchilaringizni. Endi rostdan tayyorman. Qizimga bugun hayitga xo'roz qand olib keldim. Jinni bo'lib qolibsiz, hamma yoq shira qiladi. Yag'e, qizimni farosati zo'r, menga o'xshagan. Da, farosati o'zingiz yetganingizda sizga o'xshaganda, gram ham yo'q. Bo'ldi, uni musurga tashlaveringlar, men ikkinchi o'yinchoq ham oldim, mana bezarar. San tinch qo'yib ko'chaga ovora bo'lsin deb video olib keldim. Buningizni qilib yurgan ishini qarang. Haydasa koridorda haydabdi, spalniga olib kirib quchoqlayotganda nima qilarding? Qizim, yeringiz sovqotmayaptimi? Ustiga ko'rpa ham tashlab beraymi? Asab qilma, ertaga o'zini ham og'zini ham band qiladigan narsa olib kelaman, onash. Nima olib keldingiz? Og'zi tinmayapti-yu. Ta'mini shirinligi tugadi, tez nimadir olib kelmasangiz umrimni yeydi bu. Qizim, onasi, nima qilyapsizlar? Qayerdasizlar? Balo bordi, suv sepadigan pistolet olib kelib. O'rtoq! Seni rosa sog'indim. Men ham sog'indim, yur birga o'tiramiz. Qora ko'ylagingni berib tur, o'tirishga borib keling. Rosa sog'inibsan, meni yeb berib yuboraman. O'rtog'im, men yana keldim. Qanday yaxshi, bugun qolasan, ha? Ha, faqat jinsovkani berib turasanmi? O'zimni kiyimim yozishga noqulaydi. Ha, mayli. Aniq yotishga shu kiyim qulaymi? Men ko'chaga kiyardim-da buni. Ha. Ha, mayli, unda yur, mazza qilib oshxonada ovqat qilib birga yeymiz, ha? Ha, ana qizlar gapga boribman, kiyimim yo'q edi. Hozir do'kondan olib oldi. Yana kiyim uchun keldingmi? Ha, o'sha bezlashib ketibsan, yur, olib beraman. Shahboz aka, qarang, shkafimdagi kiyimlar uchrashuvimizga qaysi biriniki? Olasiz, men bu kiyimimni Shkafam общий bo'lib ketdi. O'rtoq, chalariga kiyim qarayotgandim-da. Radomdan jiyanimni olib chiqyotgandik-da, kiyim tanlash bor nima-ki? O'zi kiyim shu do'konlardan tanlanishi kerak-da, meni shkafimdan emas. Mana shu brasletni berib turgan ertaga uchrashuvim bor edi-da. Yo, sanu bu narsang bormi bu hayotda o'zi yo'qmi?